Marvelning 90214 olami. Ushbu olam 1930-yillardagi Buyuk depressiyani o'z ichiga oladi. Bu olamdagi atmosfera qora va oq palitrada mafiya va korrupsiyaga botgan reallik, siyosiy inqiroz va ko'cha jinoyatchiligi avjiga chiqqan davr. Bu yerda global kosmik tahdidlar emas, balki shahar darajasidagi zulm asosiy muammo edi. Ushbu olamning asosiy qahramonlari O'rgimchak odam Noir, Temir odam Noir, Luke Cage Noir va Daredevil Noir. Endi O'rgimchak odam Noirga yuzlanamiz. Qanday qilib super kuch egasiga aylandi? Peter Parker yosh jurnalist edi. U Norman Osbornning ortidan tushadi. Izlar uni yashirin marosimga olib keladi. Bu marosim O'rgimchak ramziga sig'inish marosimi edi. Aynan shu joyda Peter qo'lga olinadi. Uni qurbonlik sifatida O'rgimchak haykali oldiga bog'lashadi va u yerdan qadimgi zaharli o'rgimchak chiqadi va Peterni chaqadi. Bu radioaktiv o'rgimchak emas, balki juda qadimiy va mistik kuchga ega sirli o'rgimchak edi. Peter hushini yo'qotadi va o'ldi deb o'ylab uni tashlab ketishadi. Uyg'ongach, tanasida kuch, reflekslar tezlashganini his qiladi. Shu tariqa O'rgimchak Noir paydo bo'ladi. Endi videoni shu yerda yakunlashga qaror qildim. Agar ushbu olam va Spider Noir sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentda plus belgisini yozib qoldiring va men kichik metrajli video qilishga harakat qilaman.